Assalamu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ina o'zlarimizning Bag'at tumani O'g'izrot qishlog'ida Baxtiyor ukamiz gipki kamilni yo'lga qo'yibdi. Agar sizlarga ham shunday uylaringizga gipki kamil yopishtiraman desangizlar, Baxtiyor ukamizga murojaat etaverasizlar. Hozir Baxtiyor ukamiz o'zi sizlarga nechik bo'lishini batafsil bir yaxshidan tushuntirib beradi. Siz eshitaverasizlar. O'rtoqlar, hozir Baxtiyorning ustaxonasına keldik, yine o'zi ishlab turibdi ekan. Yine shunday narsa bo'ladi ekan bu kamin degani. Yine gipki kaminning qaliplari bu. Baxtiyor, hammasi bir xil aqimining, ha? Qani buni bu? Bolam şu bu ko'pmiz buni qurishunda hozir bu oxirada. Ha. Qurbandan yuşan basib olinadi-dan bu doğru. Doğru. Yani bu şekillerini özün o'xshatib chiqasan buni. Qo'lda. Keyin kileylab bosasan. Mana shu ne videosu. Yine esa ko'rib boraverasizlar. Yine Baxtiyorning ustaxonasına keldik. Yana ishlanish tartibini ham tushuntirib beradi ba'zi yine. Aytgan turlaringizda ishlaydi ekan-dan buni. Nechik naqsh kerak bo'lsa. Baxtiyor o'zing ko'rsatgan endi. Gip kaminimiz ham chiqqanini bu yerda endi xudo xolasa 2-yildan boshlashamiz. Shu odamga qiziq nechik bo'lishi buni. To'g'ri. Hozir ko'rsatib beramiz. Ya bu stiklofoz bu Toshkentda oldirdik-miz. Ko'p Rossiyadagilar biladi, mana molarkan tinda qo'yaveradilar asli. O'zi paxsa uchundan bu. To'g'ri. Akril kley bu. Toshkentda oldirdik-miz buni. Bu akril kleydan ko'p odamlar akrilovoy desp bo'ladi. Kuchli kleydan bu endi. Narsa tanlamaydi. Bu endi şu an kley shu cho'ngga yopishtirgan. Bu lekin tosh qattiq qoladi. Hech narsa sinatmaydi bu. Yubermaydi. Ha, cho'ng ekan, chirak ham bidamaydi-da. To'g'ri. Mana stiklofoz to'ydiramiz ish kleydan. To'ydiramiz ya'ni Kayıtlıya ko'p toshlar naqshatib. Bu miramirning kroshkasi bu. Yani boş. Yani kilayni buni to'ydirib olamizda, buni bosib olib, qurtamiz eshikda. Yani bu yerda qurt ko'pmiz. To'g'ri. Keyin 2-3 qator laklaymizdan beri olib kelinadi. Bunday kirish shaklida kesiladi keyin. Ha, bu stanokda. Yani bu ishning nelar darajaga keladi-da bu. To'g'ri. Azim mana aytib o'tding-ku, muramirning narsa deb. Ha, muramir. Bu muramirning unog'i bor, ha? Ha. Qiyg'indirg'i deymiz endi biza. Yani nani taxtaning nasi bo'ladi? Ha, epilgasi. Ana shu muramirni kesgan vaqt chiqargan narsa bu. Tabiiy tosh. To'g'ri. Unda ana kleydan yana bu nega uriladi? Stiklofozga uriladi. Undan keyin buni tuzib, üstüne bosiladi. Aslin qurtiladi. Ha, narsalarga garantiya beramiz. Buni ko'p odam narsani arla raqam bor, masalan, yipqa raqi bor. Juda yaxshisini olamiz. Kilayni ham Toshkentda oldiramiz, Urganchda oldiramiz. Buni nechalik ko'p kilay urib bossang, shuncha qalin chiqadi. Ana shu narsani shundan biz olasiz sifatini. Mana masalan, joyda bo'lgandan keyin suv sebib yuvib olsam bo'ladi, ha? Masalan, chang-pang bo'lsa. Bemalol. Hozir shunga bir chelak suv urib ko'ramizmi ishlatgan joyga? Davay. Qog'ozlar bitib turibdi bola. Ha, bularni yuboramiz xudo tez. Yine ko'rib turganlaringizni har xil turdagi naqshlar bor ekan. Xohlaganlaringizni aytaverasizlar. Hozir suv urib ko'rsatib beraman deydi. 10 yil garantiya deb turibdi. Loyni sabab yuvib olaverasan ekan mana. Tamamdan bize de karşıyerine doğru sağız yok. Şimdi Hozir hamma to'g'ri tushunasizlar, svet o'chib turibdi. Hozir chelak bilan urib ko'rsatadi. Izg'orni ham tortmaydi ekan bu. buna cevap veremez. Erten bir vurup belki ketgandan yine ve yaşlangada korkma uraveradilar. Tushib qoladigan gap bo'lmaydi. Hay, yop bering bismillah. Hay, malami. Ya. Bu ben bir insana qo'lim tiymadi, yumadim. Buni açıp kelaveradi. Cho'nglaram tushib. Ayna. Bulaşmaydı o'rtoqlar, ayna. Kile ham yubermaydi ekan. Buna keladigan bo'lsa, yine bu hozir bir marta laqlanib turgani qo'ying, ko'rinib turgan bo'lsa suv videoda suv o'tkazmaydi, dam bu narsani. Suvni yutib turgan ko'rib turibmisizlar ayna. Ayna.
Tiyinle yok ah yine. Yok. Tiyinden su etmegen. Yok yok. Yine. Tiyin nasıl etmeydi. Eseyna körüp baraveresizler yine bir marta. Hazır yine bir joyda ko'rsatamiz qistilganni. Bunu açsam, mesela joyim saman soğudan turaturan bolsa, 2 sloy kafelin kilogramımızdan doğru dırım topkasını gipikamen urveramiz. He, saman soğudu üstünden. Eğer ek soğuk olsa, ek soğuk, toza olsa ek soğuk üstünden bir sloy kafelin kile tartıladi. Daha yine üstünden doğru gipikamenni başlasa bo'ladi. Garantiyasına gereken bolsa, bundan keyin 10 yil javob beramiz. 10 yil garantiyasi bor. Evet. Bu indi sen aytganda tiyinin kafelem şunun içinde ketami ya kafel addelini öz addelini olami. Yok, kafele gereken bolsa kafele dinli bo'ladi. Ha, uni pindamitdan o'zing narsani tiyin taxlaysan ha. Eğer mesela bundan tiyinem kafeler etken bolsa, birinci olup sepke uriladi, patmayak su aladi, keyin kafelini urib beriladi. Bundan keyin azın gipikaminga tushiladidan, gipikaminden şu yani aytib o'tganimning 2 sloy kafelni kile, odam so'nkasini uriladidan gipikamin uriladi. Ha. Indi mesela ben yine joyni sana topshirdim. Mesela ne deydi ona? Turdagi nelerdi açsam şu an qarab ish tutib beraversan axir. Her xil turdagi nelarimiz o'zlarimiz kataloglarimiz bor. Mesela kime o'z xohishi bo'lsa, mana shunday deb aytib berar, shunday deb aytib berar, rasmini tanlayman. Ya boshqa rasm topib, mana shuning bo'lishini xohladim men desa, biz shunday deb yasab bera olamiz. Nechki rangda olsam. Endi pulini kelsak, buni pulini ichga oladim. Mesela buni puli addelni bir xil bo'lsa, addelni hammasiga o'xshab birman bahasi. Endi adnatonni svet bo'lsa arzonroq aytib beramiz. Necha so'mdan bo'ladi adnatonni? Adnatonnilarimiz 52 dan 53 yoshida aytib beramiz. 52 53 tane. Bolani 3 turshi. 60 ta o'tiribmiz. Agar 100 kvadratdan o'tadigan bo'lsa, gelishtirib beramiz. Mana 55 aytib berib o'tiribmiz. Meni kanalimdan kelsalar skidka bormi? Bor. Siz kanaldan kelsalar skidka aytib beramiz. Gelishtirib. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, yine ko'raverasizlar, sizlarga yaqindan bir yaxchitdan ko'rsataman mana yine ishlanish yo'llarini. Yine shu joyda Baxtiyor ukamiz bitiribdi. Hali tiyining stashkalari qo'yilmagan. 10 yil garantiya dedi. Gapina javob. Bo'ldi. Telefon nomeringiz ham aytaq. Telefon nomerlarimiz 93 237 0922. Oldu lan bitirdik. Baxtiyor bulam yana bir xil narsa qilib, ko'rinishdagi. Bu 3D variantimiz. Şu hamisha deyim bu atkozlarimiz qora bilan ishlanadi, tumbalar, keyin o'rta palasalar. Qolgani 3D variantimiz. Ha. O'zgacha chiroyli bo'ladi. Ena, ko'rib turibsiz. Sen kafelerden bizden rasm verdik. Kafeler patmaya su aldı. Beşiktaş'ın kafeli vurdu. Allah'ın değil, birbirine koşup çırayla oyup tuttu açık. Əsəb Baxtiyor, işlərinə omad. Yenə bir mərtə nömrələrini aytdı. 93'lük 237 0922. Siz sağ olasınız, salamat olasınız. Görüşünce.